Assalomu alaykum. Mana qadrli yurtdoshlar, mana cho'tka bo'ldi mana. Har bilan mana zo'r bo'lgan mana cho'tka bo'lib mana chimon pastlari bilan zo'r bo'lib kelinglar shu yerda. Xudo xohlasa to'ylarda, manmanlarda o'tirib, jeb ichib mazza qilamiz. Xudo xohlasa tashqarilarni ham ko'rsataman inshaalloh. Cho'tka bo'lib zo'r bo'lgan. Cho'tka bu mana zo'r bo'lib ustobolarım yashasın mana. Zo'r qilib berib ketdi mana. Ichkari tomoni tepasi boshqacha, tashqari tomon tepasi boshqacha mana. Zo'r bo'lib ustalarim yashasın mana.